videoda bize burchak zarbasidan kim ko'p gol uradi sinab ko'ramiz. Eng ko'p gol urganga birinchi o'rinda priz bor. Mag'lub bo'lganga esa yo'qshoq metra oyog'idan sham jinimizni taylaymiz. Bunda challenge'ga start. Let's go. İştirokchilar achchiq komanda bo'lamiz deyishdi. Unda komanda qilamiz birinchi. Komanda qilgandan keyin 2-2 qilamiz. 3 ta shart bu. 3 ta shart birin ketin bo'laveradi. Oldin komanda qilib olamiz. Qani let's go. Do'stlar, men hozir ikkita raqam aytaman. 5 bilan 4. Ko'ryapsizlarmi? Oldimga chaqirib raqam so'rayman. Luboy bittasini aytasizlar. O'sha raqamni aytasizlar, keyingi odam ham aytadi. Ikkita raqam bir xil bo'lsa, o'sha komanda bo'ladi. Tushundingmi? Tushundinglarmi? Unda bitta chaqirishni boshlaymiz. Qani ket. Короче, birinchi 5 bilan 6 raqam ish bermagandan keyin biz 1 bilan 2 raqamni sinab ko'rdik. 1 bilan 2 ni sinab ko'rganimizdan keyin Ershod bilan Ramzan, Absalom bilan Shohruh komanda bo'ldi. Biz videoni ko'rdik. Ershod necha ekan? 2 ekan. Короче, 2 ekan, bir qadam oldinga chiqadi-yu. Endi keyingi 2 ni aytgan ishtirokchi kim deb o'ylaysan? Tizdanmi, kechami? Shohruh menimcha, Shohruh. Yeb, sen shu gapingga asab. Ramzanbek 2 ni tanlaganda mana sizning komandangiz Ramzanbek bilan Shohruh, Ramzanbek bilan Ershod va mana bu ikkovi. Devlar sulolasi. Unda biz o'yinni boshlaymiz. Birinchi shartimiz ekranda o'z yozib chiqiladi. Bizlar ana aytdimiz. Kerakda. Hamma jamoamni ismi berish kerak. To'g'ri, mayli. Nima ismi? Men aytaman yirtqichlar. Yirtqichlar komandasi, sizniki Ramzan aytsin. Tezkor. Tezkorlar komandasi. Unda let's go. Birinchi shartga chap beradigan odam qani? Chap. Shartni birinchi bo'lib tezkorlardan boshlaymiz. Birinchi shart shundaki, короче, ikkovingiz mana yerda o'tirasizlar. Men uzatma beraman qo'l bilan. Varataga gol ushlaring kerak. Ikkovlaringni hisoblaringda ikkitadan beraman, ikkitadan bo'lsa 4 ta. 4 ta uzatma beraman. Nechta gol ursanglar hisobga o'tadi, короче. Keyin mana bu o'sha kim edi bular? Yirtqichlar komandasi. Tushunarlimi? Birinchi o'z sizlar boshlaysizlar. Sizlar damlaringizda olib turinglar. 4 ta uzatma beraman. Qancha o'ylaringizga javob bera olinglar. Jamoashamiz mana Ershodga videoni qaratinglar. Короче, ikkita beramiz Ershodga, keyin ikkita Ramzanga. Ketdi. Mana Ershodga ikkinchisini otamiz. Ershod qani Ramzanni ahvolini qaranglar. Demak, tezkorlar komandasining birinchi a'zosi, ikkinchi urinish. Voy, gol. Sizlar mana ko'ryapsizlar, urib ketyapti. Ramzanga endi nima deymiz? Ramzan nechta uradi? Ramzanga ishonishim kerak. Ikkitadan ikkita uradi deb o'ylaysiz. Ikkitadan ikkita urishi kerak. Endi omad tilaymiz. Ramzanbek chiqadi, qani. Paradoshi tezkorlar komandasining ikkinchi a'zosi. Demak, optik hisob tezkorlarda Gol. Tezkorlardan gol. Demak, 2-0. Endi ikkinchi shans. Qo'li bizlarni ko'rasiz. Короче, tezkorlarning ikkinchi oxirgi to'pi. Uzatyapti. Ramzan! Oy! Gol! Babo! Stop! Bizlar yirtqichlar. Axir bizlarga tengi yo'q. Bizni bo'y barda yirtib ketamiz. Mana nima deb o'ylaysan sizlar? 3-0 bo'linglar. Yutishimiz kerak. Shohruh chiqarding. Chunki u boshlaydi, men tugataman, men oxiriga kamba qilib ketishim mumkin. Короче, boshlaymiz. Yirtqichlarning birinchi zarbasi. Shohruhbek. Oy! Pasdan kelgan to'pni olib ketyapti. Absalom, xursandmisan? Yes. Qani emosiyalaring bilan? Sen gol urmadingmi? Yirtqichlar faqat oldinda. Demak, yirtqichlar a'zosining ikkinchi to'pi mana men havodan o'zim beraman. Oy, tepadan bergan bo'lsam juda ham ajoyib, lekin gol nishonlamayapti. Optik hisob 3-2, yirtqichlar orqada. Endi Absalomning oxirgi shansi bor.
Mana Absalomning to'pi. Absalom ham urib ketyapti. 3-3 yirtqichlar va tezkorlar necha xil bo'lyapti. Absalomda oxirgi to'ping kim uchun urasan? Real Madrid uchun. Let's go. Bilasan bular oxirgi udada ura oladimi? Ura olmasa kerak. Unda ham ko'ram. Hamma senga ishonyapti. Let's go Absalom. Oy urib ketyapti. Urib ketyapti. 4-3. Ay. Hamma xursand bo'ldi lekin yo. Hali hammasi oldinda. Hali bu birinchi shart edi. Demak hisob 4-3. Yirtqichlar 4, tezkorlar esa 3. Tezkorlar nimaga 3? Ershod birinchi zarbada hayajonlangani uchun 3 deb qolishdi. Endi unda ikkinchi shartni varaqchada keltirib yozib chiqamiz. Qani let's go. Ikkinchi shartimizdan ham tushunib oldimi? Mana yirtqichlarni unaqasidan Absalom ishonib shoxini martaga qo'yapti. Ishonasanmi bunga? Ha, chunki u bo'y baland tepaga ham qaytara oladi. Chunki u foydali o'yinchi, u faqat bo'g'shamonni tortgan va o'ziga ishongan futbolchi. Ulardan bir kishi burchak zarbasidan tepish kerak, bir kishi kallaga urish kerak. Kim burchak zarbasidan zarba beradi? Men, Ramzan sen ko'tarib olasanmi? Sen ishonyapsanmi Ramzanga? Unda Ramzan sen hozir mana burchak zarbasidan 3 marta tepasan, bu imkon boricha gol qilish kerak. Qarochi hisob 4-3 yetishlar. Yerdan bo'lmaydi, afsuski. Havodan kelish kerak. To'p havoga tushmasligi kerak, yerga. Qarochi mana Ramzan Ershodga uzatadi. Biz teparoq chiqamiz. Qani birinchi zarba yetqichlarda. Tezkorlarda birinchi zarba ne gol, afsuski Ershod foydalana olmadi. Urishmaymiz do'stlar. Ikkinchi zarba Ramzan tayyorlanyapti. Uzatma Ershodga qarab, Ershod afsus teparoq ketdi. Ramzan senga aytyapti, sekinroq ber deyishyapti. Bu yerda Absalom xursand. Yirtqichlar hozircha oldinda 4-3. Qani let's go, oxirgi uzatma Ramzan. Zarba juda ham katta pushka. Ershod bu yerda nimalar qilib tayyorlayapti. Absalom o'rnidan turib ketyapti. Unda 4-4. Yirtqichlar va tezkorlar bir xil bo'lish olishdi. Endi navbat yirtqichlarning galiga. Endi kuzatamiz. Hayajonlandingiz a? Endi ularni yutamiz deb o'ylayapsizmi? Qani unda kuzatamiz. Shohruxbek tayyormisan? Unda let's go. Birinchi uzatma Absalomga havodan. Voy! Juda ham yaxshi. 4-4. O'yin qizg'in ketyapti. Shohrux yana ko'tarishga tayyorlanmoqda. Ershod vartaga diqqatini jamlagan. Shohrux ko'tardi. Zarba. Yo'q, afsus shtonga tegib qaytyapti. Shohrux hozir gol urishi mumkin edi. Yirtqichlarda oxirgi uzatma. Uzatmaning oxirgisi Absalomga. Oy, afsuski. Ramzan to'g'ri o'ylagan ekan, necha bo'lar ekan. Ko'rib turganingizdek 4-4 bo'ldi. Endi 3-shartga navbatimizda beramiz. Qani ketdik. 3-shartimizga ham yetib keldik. Penalti seriya. Har bir jamoa o'zi ikkitadan uradi. Bu juda katta shans, to'g'rimi? Oqlaysizlarmi? Sizlarchi? Men aytdim, bitta gapiraman, bugun biz yutib ketamiz. Yo'q. Biz har doim yutganmiz, o'tgan videodan ko'rgan bo'lsa, Ershonni xo'rlaydik. Kallalar ikkita qani mag'lub bo'lgan odam va oxirgacha yeb beriladi. Qani let's go. Ramzan bilan o'zim Ershonni xo'rlaydik. Unda qani endi bilib olamiz kim. Ketamizmi Shohrux bilan? Demak, tezkorlar jamoasi Ershodbekni tanladi. Siz Ershodbekka yana ishonasizmi? Ha. Qani unda Ershodbek vartani egallaymiz. Kim birinchi tepada? Bizdan men. Qani unda do'ppini oldiga. Men uraman. Sen Absalom qaysi tarafga tepada? Ha? O'ngami? Qarochi yirtqichlar a'zosidan bir tepyapti. Absalom vartaga diqqat qaragan, qani tepdi. Oy, tezkorlar komandasidan qaytarib qoldi. Ershod posbon qaytardi. Ramzanning emotsiyasi.
Absalom hali ikkinchi zarbang bor, ikkinchi zarbangiz ham bor. Yirtqichlardan keyingi postpon hozircha 4-4. Oy, juda ham noaniq. Endi Absalomning oxirgi zarbasini ko'ramiz. Bu yerda Ramzan bor e'tiborini futbolga qaratgan. Absalom oxirgi zarbasini ishga solmoqchi. Shohruh nima deb o'ylaysan? Golmi? Oy, juda ham yaxshi gol. Tishdan to'stinga tegyapti. Yo'q, afsuski gol 5-4. Yirtqichlar oldinda. Demak, Shohruh oxirgi zarbasini yo'llaydi. Elshot qaytarib oladimi? Elshot postponga ishonamiz. Ramzan ham ishonib turibdi. Va oy, postponlarcha qaytardi. Mana Ramzan juda ham xursand. Shohruhni varataga qo'yib xato qilmadingizmi? Ishonasanmi? Shohruh senchi? Demak, tezkorlar komandasidan birinchi bo'lib Ramzanbek tepar ekan. Birdaniga ikkita tepadimi? Bo'ldi, birdaniga ikkita tepadi. Demak, yirtqichlardan Ramzanbek ketdi. Ramzan noaniq zarba, hech nima bo'lmaydi. Yaxshi. Bu yerda Absalom emotsiyalarga berdi. Ramzan ichki xotirjamlikka erishyapti. Va Shohruh postponlarcha qaytaradimi? Yo'q, afsuski Ramzan oyoqqa qoqilib yiqildi. Elshod unga motivatsiya beryapti. Endi Elshodning oxirgi ikkita zarbasi. Elshod, ishonasanmi? Va oy, noaniq Elshodda oxirgi zarba. Va hozircha hisob 4-3. Elshodga bog'lanmasi va oxirgi shartga yo'l olamiz. Let's go Elshod. Elshod ura olmadi. Absalom juda ham xursand. Va oxirgi shartimiz qo'yapti, 4-shartimiz va o'yin o'z nihoyasiga yetadi. Afsuski mana Ramzan hayajonlangandi, urolmadi. Hal 4-shart ham bor. Oxirgi shartimiz kim yutishini o'sha shart hammamizga belgilab beradi. Mag'lub bo'lganingdan juda ham xafamsan. Mayli. Kim aytdi deb o'ylaysan? O'zingni kim? O'zim aytdim. Ramzan qaydi? Ramzan prosta qoqilib ketdi ikkinchisida, to'g'rimi? 4-shartda comeback bo'ladimi? Qani bularchi? Biz faqat yutamiz. Yutamiz. Короче, bizda oxirgi shart bu birga bir chiqish. Unda ko'ramiz kim bilan ana chiqadi. Birinchi varataga o'tirishadi. Varataga kimni qo'yasan, Elshod? O'zim. O'zing varataga, bu himoyaga. Tamom. Sizlardan kim hujum qiladi? Senmi? Unda ketdik. Bitta agar ko'pda oyog'ingdan olib qaytarsa, hisob sen chiqasan. Tushundingmi? Unda boshlaymiz. Motivasiyalik bo'ylab turiblar. Bir o'yla. 5 top. Kaminim 6 утра. 4-shartga start berdik. Absalomlar, yirtqichlar komandasi boshladi. Tezkorlar birinchi bo'lib baritadi. Unda boshlaymiz. Da pastni beramiz va ketdi. 4-shartga start berildi. Absalom driblingni ishga solyapti. Voh, Ramzandan o'tdi. Ana, afsuski Absalomdan olmadi, ish bermadi va u tark etdi. Emotsiyalar prosta bom. Prosta yutib ketadi. Senda yana bitta shans bor, bilasanmi? Ikkitadan. Ikkitadanmi? Keyingisi ham. Ikkitadan shart bor Shohruh. Sen komandangga oqlashing kerak. 4-3. Ramzan yana xatoga yo'l qo'yadimi? Ketdi unda. Yaxshi. O'yin juda qizg'in ketyapti. Oy. Malades! Yaxshi. Demak, tezkorlar komandasi yo'q qilib tashladi raqibni. Absalomning oxirgi shansi. Sen Ramzandan shunchalik xursandmisan, nima o'ylading? Juda ham yaxshi iflabdi, to'g'rimi? Absalomdagi oxirgi shans. Ramzan qaytarishingda xursandmisan? Qani unda ketdik. Va boshlandi Absalom. Oy, afsuski Absalom ko'kka sovurib yubordi. Nima bo'ldi Absalom? Hozir hammasi Shohruhga bog'liq. Eplaysanmi? 4-3. Boshlandi. Ramzan himoyaga. Oy.
Oy, aldı Ramzan yo'q qildi to'pini. Bil yo'q qildi. Afsuski 4-3 ta tugadi. Endi Elshotlar tezkorlarning g'alay karochi, tezkor yirtqichlar bu sefer Vartani bomba qilishadi. Himoyada Shohruh Vartada Absalom ketdi. Elshot o'zlari bilan ko'rsatadi. 4-3. Oy. Afsuski Elshotning birinchi omadi ish bermadi. Ikkinchisini ham birdaniga qilib yuboryapti. Nima deb o'ylaysan? Elshot gol uradimi? Ha. O'yin boshlanib ketdi bu tarafda. Xatolik Shohruh ishtirok bo'lishi mumkin. Va shu yerdan yo'q, afsus. Shoh qo'pollik qilgani uchun aylanma o'sha shtrafnoy deb berildi. Elshot foydalana oladimi bundan? Va zarba gol, juda ham ajoyib gol ko'rdik va 4-4 hisobi kelib chiqdi. 4-4 hisobi kelib chiqdi. Yirtqichlar va tezkorlar teng. Senda hali imkon bor, ular qaytarishgani yo'q. Gol urgandan keyin yana bor. Sen joyingni egallasizlarga hali imkon bor. 4-4 hisobi keldi mana. Boshlandi o'yin. Elshot gol urgani uchun yana bir imkon berildi. Afsuski do'ppi turoldimi? Qanaqa afsus bartaraf etildi. Asabiylashmaymiz, to'g'rimi? Hali olmasa oldinda. Va oxirgi ishtirokchi 4-4. Hamma ishongan bola. Yo yutasiz, yo qolasiz. Unda boshladik, pastni beramiz. Ketdi. Oy, Ramzan birinchisini oddiy ko'pga sovurib yubordi. Ikkinchisi boshlandi. Ketdi Ramzan. Ramzan aldadi. Voy, Ramzan afsuski hammasi tugadi. Qarochi ko'rsatuvimizda sensatsiya 4-4 bo'lgani uchun bitta penaltini e'lon qilamiz va kim yutganini oxirida bilamiz. Qanday yutgani uchun penaltilar bo'ldi. Nima deb o'ylaysiz? Qolasizlar yutasizlar. Asabiylashdan bunga o'xshamaydi. Ramzanga ishonasanmi? Unda bor e'tiborlar penaltiga qaratilgan. Juda uzoq masofa va tep. Ramzanning imkoni bor bitta yirtqichlarda boshlaymiz endi. Birinchi zarba Absalomniki va noaniq zarba. Hammada bittadan imkon qoldi. Tezkorlarda Ramzanniki, yirtqichlarda Shohruhniki. Demak, ko'ramiz. Ramzan uradi deb o'ylaysanmi shu? Ramzan senga hamma ishonyapti. Mukofot yutishingiz kerak. To'g'ri qaytara olasanmi? Ramzan tepdi. Va Ramzan, voy, udarga yarasha noaniq. Oxirgisi Shohruhning zarbasi, yo mag'lubiyat, yo g'alaba. Shohruh tinchlikli qo'lga kiritdi va hamma e'tibor qaratgan zarba yana noaniq. Yana bittadan jamoa sardorlari bittadan tepishadi. Hol ham o'yin tugamadi, necha bo'lib qolyapti. Yirtqichlar va tezkorlar 4-4. Oxirgisi komanda sardorlari tepishyapti. Butun e'tibor shu amalda Ramzan Elshotga ishonyapti va Elshot xotirjamlik bilan to'pga yaqinlashdi. Va bu oy! Golmi yo'qmi uni keyin bilamiz. Oxirgi zarba komanda sardori tepishyapti. Absalom Shohruhga ishondi. Shohruh va zarbani ko'rdi. Yana noaniq paslar, yana bittadan. Endi komanda sardorlaridan keyingilar. Endi Ramzanbek bilan Absalom tepada. Golga ishoninglar, gol uringlar, o'yin bo'lsin. 4-4. Nima deb o'ylaysan? Qolishingiz mumkin. Hamma Ramzanga ishongan, Elshot ham Ramzanga. Va oy, Ramzan xatoga yo'l qo'ydi. Hammasi Absalomga bog'liq deb ikkinchi marta aytdim. Shohruh unga dalda berdi.
Ramzan bu yerda afsuslanyapti. Va yana qaytarishlar. Ko'rib turganingizdek Absalom ham urolmadi. Bu yigitamiz yaxshining olamizga yiqishlab ketganlarimizga. Erkak juda ham uzoqlashib ketdi. Hamma gol bo'ladi deyapti. Va to'rtta oldida zarba, gol. 100 talik gol. Buni var ko'ramiz, var. Zarba! Gol! To'rt o'yinlarning beshikda yetishlar. Qaytar olmadi, tez gollardan yashab qo'ydi. Mana karochi oxirgisi. Yiqishlar oxirgi zarbasi qoldi. Bular gol qilgan. 5-4 va afsuski bu safar yiqish bu yerda sensatsiya berish. Do'stlar, bular ishonmagani uchun varga ishonishmadi. Shuning uchun yana boshdan bittadan tepib ko'rsatishyapmiz. Mana Eshoksa aniq tepishiga hamma ishongan va Shohruh va aniq zarba va gol. Mana ko'ryapsizlar. Oxirida Absalomga bo'ldi. Agar bizda yo'q shoxi. oxirida nima bo'lishini bilasanmi? Meni shoxuradi. Mag'lub bo'lgan nima bo'lishini kim biladi? Mag'lub bo'lsang nima bo'ladi? Gapirmaysan. Ko'ryapmiz. Skochga tayyormisizlar? Yo, yutasizlarmi? Tayyoramiz ekan. Ne? To'p oldida Ershod ham afsuski bu safar imkoni bo'lgan yo'q. Nima bo'ldi? Sar tepildimi? Endi Moxtersiz Skoch. Let's go unda videoga chap berib bo'lganlarga o'zing prizini beraman. Karochi o'zlaring bo'lib olasizlar. Uyquda ko'chib tursan deb bilaman bu. Hech kim yo'q qilishdi. Nima? Bu o'tgan safar g'olibimiz 20 ming YouTube eshotib yozishga majbur qilganda sizlar mag'lub bo'ldi. Endi hozir bularda oyoqdan skochni yurishdi. Tasavvur o'zlaring yurasizlar, to'g'rimi? Qanchalik tayyormanlar? Endi. Mana karochi mag'lub bo'lganlarga. Keyingi safar yutishlar qoladi. Va endi biz kutgan o'sha daqiqalar. Var. Ramzan buni yurishni sanga aniqlamiz. Yur. Birdan berdan top. Yur. Dabba mana bunday. Absalom kelisi. İnanmıyorum. Absalom. Eskiden şey, hani kuşa bak. Bu sovuq. Tasavvur kar. Sebe pardır Absalom. Böyle. Kardeş. Ha. Ershod bajarib ko'rsatadi bizga. To'xtab ketishsin. Oh my god. Karochi mag'lub bo'lganlar. Oh my god. 5000'de biraz vurdu. 5000'de biraz vurdu. Yine keyin kısımga anamızda oladi. Og'riqli ekan. Yo'q. Olam isitib chiqqan yo'qda, mensa og'riq. Bu sefer ana hasos yomon Sizlar mazza qildinglarmi bular oyog'ini yelib? Unda Bu oyun. Xafagarchilik yo'q. karochi keyingi qismlarni ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Unda sizlar bilan Hayır. va Absalom sizlar